Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, kanalimizda xush ko'rdik. Mana bugungi videoda men sizlarga 5-6 yoshli bolajonlarimiz uchun nimchaning to'qilishini ko'rsatmoqchiman. Mana to'qilishi juda ham oson. Demak, to'qishni xohlovchilar bo'lsa, mana hozir mana shu nimchani to'qishni boshlaymiz. Bu nimchamizni to'qish uchun bizga 2 xil rangdagi ip kerak bo'ladi. Bu 100 grammlik iplarimizda 300 metr va 3 millimetrli krючокda bu nimchamizni to'qiymiz. Mana demak, nimchamizni to'qishni boshladik. Mana 56 ta zanjirlarni to'qib chiqdim. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir 1 2 3 bitta nakit ilib olamiz. Endi mana shu o'rtadagi 3 ta zanjirimizni tashlab, 4-zanjirimiz ichidan biz bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Demak, hozir ustunchalarimizning soni 1 2 ikkita bo'ldi. Endi keyingi zanjirimiz ichidan biz 3-chi bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi zanjirimiz ichidan 4-chi nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Demak, biz hozir bu birinchi qatorda har bitta zanjirimiz ichidan bittadan bir nakitli ustunchalarimizni to'qib olamiz. Mana birinchi qatorni nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimiz ham, 3 ta zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Mana shu zanjir bilan birgalikda ustunchalarimizning soni hammasi bo'lib 56 ta bo'ldi. Endi mana shu joyda biz hozir o'lchab ko'ramiz. Mana o'lchab ko'rdim. Eniga 30 santimetr chiqdi. Men uchun bu yetarli. Agar sizlarga kattaroq kelsa, demak, zanjirning sonini qisqartirasizlar. Agar kichikroq kelsa, demak, yana bir nechta zanjir qo'shiladi. Men uchun bu yetarli. Mana endi yana to'qishni davom ettiramiz. Birinchi qatorni to'qib chiqdim. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana zanjirimiz tagidan birinchi ustuncha to'qib olinadi. Bu ikkinchi qatorlarni biz juft qatorlarni biz faqat nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Mana birinchi nakitsiz ustunchani to'qidim. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan 3-chi nakitsiz ustuncha. Demak, hamma juft qatorlarni biz mana shu nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar to'qib olinadi. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Qatorimiz oxirida mana bu joyda qatorni ko'tarish uchun to'qilgan 3 ta zanjirimiz bor. Mana shu 3-chi zanjirimiz ichidan biz oxirgi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Ikkinchi qatorimizni nakitsiz ustunchalar bilan mana to'qib oldik. Endi 3-chi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, birinchi nakitli ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Mana zanjirimiz tagidan krючокimizni o'tkazib, ipni tortib, birinchi bir nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Keyingi ustunchamiz ustidan biz ikkinchi nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana ikkita ustunchalar to'qib olindi. Endi keyingi 4 ta mana bu ustunchalarimiz orasidan biz 2 nakitli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Faqat bu ustunchalar X shaklida to'qib olinadi. Hozir mana ko'rsatib o'taman. Demak, krючокimizga 2 ta nakit ilib olamiz. Mana. Keyin esa boshidagi 2 ta ustunchalarimizni tashlab, mana 1 2 3-chi ustunchamiz orasidan krючокimizni o'tkazib,
ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin esa boshidagi mana bu ikkita petля ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Yana boshidagi ikkita petляdan va oxirida ham ikkita petля qoldi. Mana shu ikkita petlyamiz ichidan ham bu ipimizni tortib chiqaramiz. Mana shu ikki nakidli ustuncha hisoblanadi. Yana krючогimizga ikkita nakid ilib olamiz. Mana bu 4-ustunchamiz orasidan mana yana krючогimizni o'tkazib ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petля hosil bo'ldi. Endi mana bu ipimizni boshidagi ikkita petляdan, keyin esa yana boshidagi ikkita petляdan va oxirida ham ikkita petля ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Mana demak biz boshidagi ikkita ustunchalarni tashlab, keyingi 3 va 4 ustunchalarimiz orasidan biz ikki nakidli ustunchalarimizni to'qib chiqarib oldik. Endi yana krючогimizga ikkita nakid ilib olamiz. Endi boshidagi mana bu tashlab ketgan birinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, mana tashlab ketgan birinchi ustunchamiz mana bu. Demak, birinchi ustunchamiz orasidan krючогni o'tkazib ipni tortib olamiz. Va bu ikki nakidli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana 4 ta petля hosil bo'ldi. Ipimizni boshidagi ikkita petляdan, keyin esa yana ikkita petляdan va oxirida ham ikkita petля ichidan bu ipimizni tortib chiqaramiz. Mana tashlab ketgan birinchi ustunchamiz orasidan mana bu ikki nakidli ustunchamizni to'qib chiqardik. Endi yana krючогimizga ikkita nakid ilib olamiz. Endi mana bu joyda tashlab ketgan ikkinchi ustunchamiz bor mana bu. Mana ustunchalarimiz orasida tashlab ketgan ikkinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib ipimizni tortib chiqarganimizdan so'ng krючогda 4 ta petля hosil bo'ladi mana. Endi yana mana shu ipimizni boshidagi ikkita petляdan, keyin esa yana ikkita petляdan va oxirida ham ikkita petля ichidan tortib chiqaramiz. Mana izlar, demak, ikki nakidli ustunchalarimizni biz mana shu tarzda to'qib boramiz. X shaklida to'qib boriladi. Endi o'rtada 4 ta bir nakidli ustunchalarimizni to'g'ri to'qib chiqamiz. Demak, mana bu keyingi ustunchamiz hisoblanadi. Ustunchamiz ustidan bir nakidli ustunchamizni, birinchi nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan uchinchi bir nakidli ustunchamiz to'qiladi va mana bu keyingi ustunchamiz ustidan 4-chi bir nakidli ustunchamizni to'qib oldik mana. O'rtada 4 ta bir nakidli ustunchalarni to'g'ri to'qib chiqdik. Endi yana keyingi mana bu 4 ta ustunchalarimizni biz ikki nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz mana. Xuddi mana bu tarzda. Mana demak, yana krючогimizga ikkita nakid ilib olib, boshidagi ikkita ustunchamizni tashlab, mana bu birinchi ustuncha, bu esa ikkinchi ustuncha. Mana bu 3-ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqarganimizdan so'ng krючогda 4 ta petля hosil bo'ladi. Ipimizni boshidagi ikkita petляdan tortib chiqaramiz, keyin esa yana boshidagi ikkita petляdan va oxirida ham ikkita petля ichidan tortib chiqariladi. Mana 3-ustunchamiz orasidan ikki nakidli ustunchamizni to'qib oldik. Endi yana krючогimizga ikkita nakid ilib olamiz. Mana bu keyingi 4-ustunchamiz orasidan ham biz xuddi mana shu tarzda ikki nakidli ustunchamizni to'qib olamiz mana. 4 ta petля hosil bo'ldi. Ipimizni boshidagi ikkita petляdan, keyin esa yana ikkita petляdan va 3-marotaba ikkita petля ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Mana demak, boshidagi ikkita ustunchalarimizni tashlab, 3 va 4-ustunchalarimiz orasidan ikki nakidli ustunchalarimizni to'qib chiqarib oldik. Endi esa biz mana bu tashlab ketgan birinchi va ikkinchi ustunchalarimiz orasidan ham xuddi mana shu tarzda ikki nakidli ustunchalarimizni to'qib olamiz. Krючогimizga ikkita nakid ilib olamiz. Mana birinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petля hosil bo'ldi. Mana boshidagi ikkita petляdan chiqaramiz, yana boshidagi ikkita petляdan va oxirida ham ikkita petляdan.
Mana birinchi ustunchamiz orasidan ikki nakitli ustunchamizni to'qib oldik. Yana krючогimizga ikkita nakit ilib olamiz. Endi mana bu joyda ikkinchi ustunchamiz qolgan. Demak, mana shu ikkinchi ustunchamiz orasidan ham biz xuddi mana shu tarzda ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana ipimizni boshidagi ikkita petladan, yana boshidagi ikkita petladan va uchinchi marta ham ikkita petla ichidan tortib chiqarib oldik. Mana X shaklida biz bu ikki nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqdik. Endi o'rtada 4 ta bir nakitli ustunchalar to'qiladi. Mana demak, keyingi mana bu ustunchamiz ustidan birinchi bir nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakitli ustuncha to'qiladi. Keyingisidan uchinchi nakitli ustuncha va keyingi ustunchamiz ustidan to'rtinchi bir nakitli ustunchalarimizni mana to'g'ri to'qib chiqdik. Mana endi yana keyingi 4 ta ustunchalarimiz orasidan biz ikki nakitli ustunchalarimizni X shaklida to'qib chiqaramiz. Mana bu ustunchalarimizni qay tarzda to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda to'qiladi. Sizlarga yana bir bora hozir ko'rsatib o'taman. Keyin esa qolganlarini o'zimiz mustaqil ravishda to'qib chiqamiz. Demak, krючогimizga ikkita nakit ilib olamiz. Boshidagi birinchi va ikkinchi ustunchalarimizni tashlab, mana bu uchinchi ustunchamiz orasidan krючогimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqarganimizdan so'ng krючогda 4 ta petla hosil bo'ladi. Endi ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa yana boshidagi ikkita petladan va oxirida ham ikkita petla ichidan tortib chiqaramiz. Mana uchinchi ustunchamiz orasidan ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqarib oldik. Endi yana krючогimizga ikkita nakit ilib olamiz. Keyingi mana bu 4-chi ustunchamiz orasidan ham xuddi mana shu tarzda ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Ipimizni boshidagi ikkita petladan, yana boshidagi ikkita petladan va oxirida ham ikkita petla ichidan tortib chiqaramiz. Endi mana bu joyda birinchi va ikkinchi ustunchalarimizni tashlab ketgandik. Endi biz hozir mana shu birinchi va ikkinchi ustunchalarimiz orasidan ikki nakitli ustunchalarimizni to'qiymiz. Mana krючогga yana ikkita nakit ilib oldim. Mana bu birinchi ustunchamiz orasidan krючогni o'tkazib ipni tortib chiqarib olamiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ladi. Endi mana bu ipimizni boshidagi ikkita petladan, yana boshidagi ikkita petladan va uchinchi marta ham ikkita petla ichidan ipimizni tortib chiqarib oldik. Mana birinchi ustunchamiz orasidan ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqdik. Endi krючогimizga yana ikkita nakit ilib olamiz. Endi mana bu orada mana bitta ikkinchi ustunchamiz qolgan. Demak, mana shu ikkinchi ustunchamiz orasidan ham krючогni o'tkazib ipni tortib chiqaramiz. Endi ipimizni boshidagi ikkita, keyingi ikkinchi marotaba ham boshidagi ikkita petladan va uchinchi marotaba ham boshidagi ikkita petladan ipimizni tortib chiqarib oldik. Mana X shaklida ikki nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqdik. Endi keyingi mana bu 4 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz bir nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana bu ustunchalarimiz to'g'ri to'qiladi. Mana sizlar, bu 3-qatorning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qatorimiz oxirigacha xuddi mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Mana 4 ta bir nakitli ustunchalarimizni to'g'ri to'qib chiqqanimizdan so'ng, keyingi 4 ta ustunchalarimiz orasidan biz xuddi mana shu tarzda X shaklida ikki nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana o'rtada esa 4 tadan bir nakitli ustunchalar to'qib boriladi. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qatorimiz oxirida ham biz hozir mana bu keyingi 4 ta ustunchalarimiz orasidan ikki nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqamiz. Krючогimizga ikkita nakit ilib olamiz. Birinchi va ikkinchi ustunchamizni tashlab, uchinchi ustunchamiz orasidan biz ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Yana ikkita nakit ilib olamiz. 4-chi ustunchamiz orasidan ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi ipimizni boshidagi ikkita petladan, yana boshidagi ikkita petladan va oxirida ham ikkita petla ichidan chiqarib olamiz. Krючогimizga yana ikkita nakit. Endi mana bu o'rtada ikkita tashlab ketgan ustunchalarimiz bor. Demak, birinchi ustunchamiz orasidan ham ikki nakitli ustunchamizni to'qiymiz.
Mana yana ikkita nakit ilib olamiz. Mana bu orasida ikkinchi ustunchamiz qolgan. Demak, mana shu ikkinchi ustunchamiz orasidan ham biz ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana. Qator oxirida ikkita ustunchalarimiz qoldi. Demak, bu ustunchalarimiz ustidan bittadan bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqamiz. Mana. Qator boshida ham mana ikkita bir nakitli ustunchalar bilan boshlagandik. Qator oxirida ham ikkita bir nakitli ustunchalar bilan tugatdik. Mana 3-qatorni to'qidik. To'qib chiqdik. Endi 4-qatorni. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, boshda aytib o'tganimdek, bu hamma juft qatorlarda biz ustunchalarimizni nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Demak, mana bu birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Mana nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisidan uchinchi nakitsiz ustuncha, keyingisidan to'rtinchi nakitsiz ustuncha. Demak, qatorimiz oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olinadi. Mana 4-qatorni ham nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Endi 5-qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, birinchi bir nakitli ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Birinchi ustunchamizni to'qib chiqdim. Keyingi ustunchamiz ustidan biz ikkinchi nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Mana qator boshida yana biz ikkita bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqdik. Endi yana bu qatorimizda ham keyingi mana bu 4ta ikki nakitli ustunchalarimiz orasidan biz xuddi mana shu tarzda yana ikki nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Kurchogimizga ikkita nakit ilib olib, mana bu 3 va 4 ustunchalar hisoblanadi. Mana bu esa 1 va 2. Demak, 1 va 2 ustunchalarimizni tashlab, 3 ustunchamiz orasidan ikki nakitli ustunchamiz bu. Ikki nakitli ustunchamiz orasidan kurchogimizni o'tkazib ipni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petli hosil bo'ladi. Endi boshidagi ikkita petladan, yana boshidagi ikkita petladan va oxirida ham ikkita petla ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Mana demak, 3-ikki nakitli ustunchamiz orasidan biz bitta ikki nakitli ustunchamizni to'qib oldik. Yana kurchogimizga ikkita nakit ilib olamiz. 4-chi mana bu ikki nakitli ustunchamiz orasidan ham biz bitta mana shu ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Ikki nakitli ustunchamizning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, mana shu tarzda to'qib boriladi. Kurchogimizga yana ikkita nakit ilib olamiz. Endi mana bu joyda tashlab ketgan 1 va 2 ustunchalarimiz bor. Mana ikki nakitli ustunchalarimiz bor. Demak, biz hozir mana bu 1 ikki nakitli ustunchamiz orasidan bitta mana shu ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqamiz. Kurchogimizga yana ikkita nakit ilib olganimizdan so'ng mana bu orada qolib ketmasin. Mana bu ikki nakitli ustunchamiz bor. Demak, mana ikkinchi ustunchamiz orasidan kurchogimizni o'tkazib, ipimizni mana shu joydan tortib chiqaramiz va ikki nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana demak, biz yana X shaklida ikki nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqarib oldik. Keyingi 4 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz bittadan bir nakitli ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. 1 2 3 4. Mana o'rtada 4 ta bir nakitli ustunchalar to'qib olindi. Endi mana keyingi ustunchalarimiz bu ikki nakitli ustunchalar. Demak, kurchogimizga ikkita nakit ilib olamiz. 1 va 2 ustunchamizni tashlab, 3 ustunchamiz orasidan biz ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Kurchogimizga yana ikkita nakit ilib oldim. 4 ustunchamiz orasidan yana bitta
2 nakilli ustuncha to'qiladi. Mana 3 va 4 ustunchalarimiz orasidan biz bittadan 2 nakilli ustunchalarimizni to'qib chiqdik. Endi mana bu joyda mana 1 va 2 ustunchalarimizni tashlab ketgandik mana. 2 nakilli ustunchalar bu. Demak, biz hozir yana mana shu ustunchalarimiz orasidan ham 2 nakilli ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Mana 2 nakit ilib oldim. Endi mana tashlab ketgan 1 ustunchamiz bor. Mana shu ustunchamiz orasidan bitta 2 nakilli ustunchamizni to'qiymiz. Mana 1 ustunchamiz orasidan to'qib oldim. Endi mana bu orada mana 2 ustunchamiz qolgan. Demak, yana 2 nakit ilib olganimizdan so'ng mana shu 2 ustunchamiz orasidan ham biz bitta 2 nakilli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana yana X shaklida bu 2 nakilli ustunchalarimizni to'qib chiqarib oldik. Endi keyingi mana bu 4 ta ustunchalarimizning ustidan bittadan 1 nakilli ustunchalar to'qiladi. Mana 4 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqarib oldik. Endi mana bu joyda biz yana xuddi mana shu tarzda X shaklida 2 nakilli ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Hozir yana bir bora ko'rsatib o'taman. Qolgan joyini esa keyin o'zimiz to'qishni davom ettiramiz. Mana kurchog'imizga 2 ta nakit ilib oldim. 1 va 2 ustunchamizni tashlab, 3 ustunchamiz orasidan 2 nakilli ustunchamizni to'qiymiz. Yana 2 ta nakit ilib olamiz. Mana bu 4 ustunchamiz orasidan ham 2 nakilli ustunchamizni to'qiymiz. Mana 3 va 4 ustunchalarimiz orasidan bittadan 2 nakilli ustunchalarni to'qidik. Endi mana bu boshda 1 va 2 ustunchalarimizni mana tashlab ketgandik. Endi yana 2 ta nakit ilib olganimizdan so'ng mana bu 1 ustunchamiz orasidan 2 nakilli ustunchamizni to'qiymiz. Yana 2 ta nakit ilib olamiz va mana bu orada mana 2 ustunchamiz qolgan. Demak, 2 ustunchamiz orasidan ham bitta 2 nakilli ustuncha to'qib chiqariladi. Mana azizlar, demak mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirida 2 nakilli ustunchalarimizni X shaklida to'qib chiqqanimizdan so'ng oxirida mana 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Har bitta ustunchamiz ustidan bittadan 1 nakilli ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Mana 5-qatorimizni ham to'qib chiqdik. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, 6-qatorni to'qiymiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Demak, hamma juft qatorlarimizda biz nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Zanjirimiz tagidan 1 nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchamiz ustidan 2 nakitsiz ustuncha, keyingisidan 4-ustunchamizni to'qiymiz. Demak, hamma juft qatorlarni biz nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Mana 6-qatorni ham nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Endi 7-qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, 1-nakitli ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Mana 1-ustunchamizni to'qidim. Keyingi ustunchamiz ustidan 2-nakitli ustunchamizni to'qib chiqarib olamiz. Mana qator boshida faqat 2 ta nakitli ustunchalar to'qiladi. Endi keyingi 4 ta 2 nakitli ustunchalarimiz yana X shaklida to'qiladi. Demak, 5-qatorimizni qay tarzda to'qib chiqqan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda bu ustunchalarimizni ham to'qib chiqarib olamiz. Kurchog'imizga 2 ta nakit ilib olamiz. Boshidagi 1 va 2 ustunchalarimizni tashlab, mana bu 3-ustunchamiz orasidan 2 nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Yana 2 ta nakit ilib olamiz. Mana bu 4-ustunchamiz orasidan ham bitta 2 nakitli ustuncha to'qib chiqariladi. Mana 3 va 4-ustunchalarimiz orasidan bittadan 2 nakitli ustunchalarni to'qib oldik.
Endi yana ikkita nakit. Mana bu joyda boshida birinchi va ikkinchi ustunchalarimizni tashlab ketgandik. Mana bu birinchi, mana bu esa ikkinchi ustunchamiz. Mana endi biz mana bu boshidagi birinchi ustunchamiz orasidan bitta ikki nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Yana ikkita nakit ilib olamiz va mana bu orada ikkinchi ustunchamiz qolgan. Mana shu ikkinchi ustunchamiz orasidan ham bitta ikki nakitli ustuncha to'qiladi. Mana yana X shaklida bu ustunchalarimizni to'qib chiqdik. O'rtada to'rtta bir nakitli ustunchalar to'g'ri to'qiladi. 1 2 3 4. Keyingi to'rtta ikki nakitli ustunchalarimiz yana X shaklida to'qib olinadi. Hozir mana shu joyini ham sizlarga biroz ko'rsatib o'taman. Keyin esa qolgan joyini o'zimiz to'qishni davom ettiramiz. Krючогimizga ikkita nakit ilib olamiz. Boshidagi birinchi va ikkinchi ustunchamizni tashlab, mana birinchi va ikkinchi ustunchamizni tashlab, uchinchi ustunchamiz orasidan nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Yana ikkita nakit ilib olamiz. To'rtinchi ustunchamiz orasidan ham bitta ikki nakitli ustuncha to'qib chiqariladi. Yana ikkita nakit ilib olamiz. Mana boshidagi tashlab ketgan ikkita ustunchalarimiz bor. Demak, birinchi ustunchamiz orasidan bitta ikki nakitli ustuncha to'qib chiqariladi. Yana ikkita nakit ilib olamiz. Mana bu orada ikkinchi ustunchamiz mana qolib ketgan. Demak, mana shu ikkinchi ustunchamiz orasidan ham bitta ikki nakitli ustuncha to'qib chiqariladi. Keyin esa yana to'rtta bir nakitli ustunchalar to'g'ri to'qiladi. Mana azizlar, bu to'qimamizning old tomonidan biz mana shu tarzda ustunchalarimizni to'qib boramiz. Hozir yana bir bora tushuntirib o'taman. Demak, mana bu ikki nakitli ustunchalarimiz o'rtasida to'rttadan bir nakitli ustunchalar to'g'ri to'qib boriladi. Mana bu to'rtta ikki nakitli ustunchalar esa X shaklida to'qib boriladi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tganimdek, mana shu tarzda to'qib borasizlar. Bu to'q qatorlarda. To'qimamizning old tomonidan mana shu tarzda to'qib boramiz. To'qimamizning bu orqa tomonidan juft qatorlarda hamma ustunchalar nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boriladi. Mana sizlarga bu to'qilishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu naqshimizning to'qilishi. Demak, to'qimamizning old tomonidan mana shu ikki nakitli ustunchalarimizni X shaklida to'qib boramiz. Orasidan to'rttadan bir nakitli ustunchalar bilan, orqa tomondan esa nakitsiz ustunchalar bilan. Qo'ltiq o'yindisigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Mana qo'ltiq o'yindisigacha to'qib chiqdim. Hozir o'lchab ko'ramiz. Bo'yiga 19 cm to'qib olindi. Men uchun bu yetarli. Agar uzunroq bo'lishini xohlasalaring, albatta yana bir necha qator to'qishlaring mumkin. Keyin esa mana bu joylarda 2 marta ipni rangini almashtirib to'qidim. Sizlar ham o'zlaring xohlagan joyda ipni rangini almashtirib to'qishlaring mumkin yoki bir xil rangli ip bilan to'qsalaring ham bo'ladi. Endi hozir biz ikkala mana bu yon tomondan qo'ltiq o'yindisini chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi 4 ta ustunchalarimiz ustidan biz birlashtiruvchi petalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu to'qigan zanjirimiz bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Demak, ikkinchi ustunchamiz ustidan mana birlashtiruvchi petla bilan to'qiymiz. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham birlashtiruvchi peta bilan to'qiladi va to'rtinchi ustunchamiz ustidan ham birlashtiruvchi petla bilan to'qib qo'yamiz. Mana shu 4 ta ustunchalar qisqartirib olindi. Endi keyingi ustunchamizdan boshlab biz to'qishni davom ettiramiz. Demak, hozir biz bir nakitli ustunchalar bilan mana bu ikki nakitli ustunchalargacha to'qib borishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ustunchani to'qidim. Ikkinchi nakitli ustuncha, uchinchi ustuncha, to'rtinchi, beshinchi va oltinchi ustunchamizni mana to'qib oldim.
to'rtta ustunchalarni qisqartirib olganimizdan so'ng 6 ta bir nakidli ustunchalar bilan to'qidim. Endi 2 nakidli ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Bu nakidli ustunchalarimizni to'qilishini bilasizlar, X shaklida. Demak, hozir yana bir bor ko'rsatib o'taman. Krochokka 2 ta nakid ilib olganimizdan so'ng, biz hozir mana bu 3-chi va 4-chi ustunchalarimiz orasidan bittadan 2 nakidli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Yana 2 ta nakid, 4-chi ustunchamiz orasidan bitta 2 nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Yana 2 ta nakid ilib olamiz. Endi 1-chi va 2-chi ustunchalarimiz orasidan ham bittadan 2 nakidli ustunchalarni to'qiymiz. 2 ta nakid ilib oldim va 2-chi ustunchamiz orasidan ham bitta 2 nakidli ustuncha to'qiladi. Qolgan joyining to'qilishi mana har doimgidek to'qiladi. O'rtada 4 ta bir nakidli ustuncha, keyin esa 4 ta 2 nakidli ustunchamizni X shaklida to'qib boramiz. Qator oxirigacha, qatorimiz oxirida 4 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar. Qolgan joyining to'qilishi har doimgidek to'qiladi. Mana qator oxirida ham mana bu 2 nakidli ustunchalarimizdan keyin 6 ta bir nakidli ustunchalar bilan to'qidim. Mana bu qatorimiz boshida ham 6 ta bir nakidli ustunchalar to'qilgandi, qator oxirida ham 6 ta bir nakidli ustunchalar to'qib olindi. Mana va qator oxirida mana 4 ta ustunchalarimizni to'qimaymiz. Demak, mana shu qo'ltiq o'yindisi hisoblanadi. Mana endi hozir ustunchalarimizning soni 48 ta qoldi. Bu tomondan ham 4 ta, bu tomondan ham 4 ta ustunchalarni qisqartirib olganimiz hisobiga. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi bu orqa tomondan ham qator boshida va qator oxirida bittadan ustunchalarni qisqartirib olamiz. Demak, birinchi ustunchamizni biz mana bu to'qigan zanjirimiz tagidan emas, keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan to'qiymiz. Demak, mana shu joyda bitta ustuncha qisqartirib olindi. Bu to'qimamizning orqa tomonidan har doimgidek nakidsiz ustunchalar bilan to'qib boriladi. Nakidsiz ustunchalar bilan qator oxirigacha to'qiganimizdan so'ng qator oxirida ham bitta ustunchani qisqartirib olamiz. Mana qator oxirigacha nakidsiz ustunchalar bilan to'qib keldim. Mana oxirida bitta, ikkita ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu joyda bitta ustunchamizni qisqartiramiz. Birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qiladi va oxirgi ustunchamiz ustidan ham bitta petla to'qib chiqaramiz. Endi mana shu 3 ta petlamiz ichidan ipni tortib chiqarib olamiz. Mana demak, qatorimiz oxirida ham bitta ustunchani qisqartirib oldik. Qator boshida ham. Mana shu ustunchalarimizni qisqartirib olganimiz hisobiga endi ustunchalarimizning soni 46 ta qoldi. Endi mana shu qatordan boshlab biz qo'ltiq o'yindisi tomonidan ustunchalarni qisqartirmaymiz, to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. Endi o'rtasidan bo'yin o'yindisi chiqariladi. Buning uchun biz hozir mana shu ustunchalarimizni ikkiga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu qatorimiz boshida 23 ta ustunchalarni ajratamiz va qator oxirida ham 23 ta ustunchalarimizni ajratib olamiz. Mana shu o'rtasi bo'ladi. Mana shu joyga belgi qo'yib qo'yamiz. Demak, bu tomonda ham 23 ta ustunchalar, bu tomonda ham 23 ta ustunchalar. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, qatorimiz boshida endi 5 ta nakidli ustunchalar to'qiladi. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Birinchi ustunchani to'qidim. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustuncha. To'rtinchi. Beshinchi. Mana qatorimiz boshida 5 ta bir nakidli ustunchalarni to'qidik. Endi 2 nakidli ustunchalarimiz yana X shaklida to'qib boriladi har doimgidek. Demak, o'rtadagi belgilab olgan joyimizgacha biz har doimgidek to'qib boramiz. Mana bu oxirida ikkita ustunchalarimiz qolguniga qadar. Mana bu 2 nakidli ustunchalarimizdan keyin
to'rtta bir nakili ustunchalarni to'qib chiqdim. Mana oxirida ikkita ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu joyda bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib olamiz. Demak, bitta nakit ilib olamiz. Birinchi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 3 ta petla hosil bo'ldi. Endi ipimizni boshidagi ikkita petladan chiqaramiz. Mana shu holda qoldiriladi. Oxirigacha to'qilmaydi. Bitta nakit ilib olamiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi mana bu ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan to'qib chiqarib olamiz. Mana ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Demak, old bo'yin o'yinchisi tomonidan bitta ustuncha qisqartirib olindi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, bu orqa tomondan biz har doimgidek nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, hozir aytib o'tganimdek, qo'ltiq o'yinchisi tomonidan endi ustunchalar qisqartirilmaydi, to'g'ri to'qib boriladi. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. 1 2 3 4 5. Qatorimiz boshida 5 ta bir nakili ustunchalarimizni mana to'qidim. Keyin esa 2 nakili ustunchalarimiz X shaklida to'qiladi. O'rtada 4 ta bir nakili ustunchalar, keyin esa yana 2 nakili ustunchalarni X shaklida to'qiymiz. Qatorimiz oxirida ikkita ustunchalarimiz qolguniga qadar o'rtadagi ustunchalarimizni har doimgidek to'qib boramiz. Mana 2 nakili ustunchalarimizdan keyin 3 ta bir nakili ustunchalarni to'qidim. Endi qator oxirida bitta ikkita ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu ikkita ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib olamiz. Demak, bitta ustuncha qisqartirib olinadi. Mana birinchi ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Mana shu holda qoldiriladi. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng krючогimizda 4 ta petla hosil bo'ladi. Endi mana bu ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan tortib chiqarib olamiz. Yana old bo'yin o'yinchisi tomonidan bitta ustunchani qisqartirib oldik. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, orqa tomoni har doimgidek nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Birinchi nakitsiz ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, keyingi qatorni to'qiymiz. Demak, qatorimiz boshida 5 ta bir nakili ustunchalar to'qiladi. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Mana 5 ta ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng 2 nakili ustunchalarimizni X shaklida to'qiymiz. Demak, har doimgidek to'qib olganimizdan so'ng qator oxirida ikkita ustunchalarimiz qolishi kerak. Mana shu qator oxirida yana bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. O'rtadagi ustunchalar har doimgidek to'qib olinadi. 2 nakili ustunchalar bilan to'qilgan naqshimizdan keyin ikkita bir nakili ustunchalarni to'qidim. Mana qator oxirida bitta ikkita ustunchalarimiz qoldi. Endi yana ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, birinchi ustunchamiz oxirigacha to'qilmaydi. Keyingi ustunchamizni to'qib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ladi. Ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan. Demak, yana old bo'yin o'yinchisi tomonidan bitta ustuncha qisqartirib olindi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana shu zanjirimiz tagidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqarib olamiz. Demak, har doimgidek bu to'qimamizning orqa tomonidan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, keyingi qatorni to'qiymiz. Birinchi ustunchamiz har doimgidek mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Nakili ustuncha. Demak, har doimgidek qatorimiz boshida 5 ta bir nakili ustunchalar to'qiladi.
Keyin esa 2 nakili ustunchalar bilan to'qilgan mana bu naqshimizni to'qiymiz. O'rtada 4 ta 1 nakili ustunchalar, yana naqshimizni to'qiymiz. Demak, qator oxirida yana 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar to'qib boramiz. Mana bu naqshimizdan keyin faqat bitta 1 nakili ustunchani to'qidim. Oxirida 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Endi yana bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Demak, birinchi ustunchamiz oxirigacha to'qilmaydi. Mana shu holda qoldiriladi. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta pekla hosil bo'ladi. Ipimizni boshidagi 2 ta pekladan, keyin esa 3 ta pekladan tortib chiqaramiz. Yana bitta ustuncha qisqartirib olindi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. To'qimamizning orqa tomonidan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Birinchi nakitsiz ustunchamiz zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Qatorimiz oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. To'qimamizni aylantirib, demak, birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Demak, yana har doimgidek mana bu ustunchalarimizni to'qib boramiz. Yana qator oxirida 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar. Mana qator oxirida 2 nakilli ustunchamizni X shaklida to'qib olganimizdan so'ng, mana oxirida 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu 2 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib olinadi. Demak, birinchi ustunchamiz oxirigacha to'qilmaydi. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta pekla hosil bo'ladi. Ipimizni boshidagi 2 ta pekladan, keyin esa 3 ta pekladan tortib chiqaramiz. Yana bitta ustuncha qisqartirib olindi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. To'qimamizning orqa tomonidan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Birinchi ustunchamiz har doimgidek mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Demak, qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Birinchi nakilli ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Demak, yana har doimgidek to'qib boramiz. Qatorimiz oxirida yana 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar. Endi bu qatorimizda mana bu qator oxirida ustunchamizni qisqartirish mana bu naqshimizga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun endi to'g'ri 1 nakilli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Demak, mana bu naqshimizdan keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta 1 nakilli ustunchalarni to'qidim. Qatorimiz oxirida 2 ta ustunchalar qoldi. Endi yana biz bitta ustunchamizni qisqartiramiz. 2 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib olamiz. Mana bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Endi mana bu naqshimiz to'qilmaydi. Faqat bitta naqshimiz qoldi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Bu tomondan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Zanjirimiz tagidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Qatorimiz oxirigacha mana shu nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olinadi. Qatorimiz oxirigacha yana nakitsiz ustunchalar bilan to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Birinchi nakilli ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Demak, bu qatorimizni ham har doimgidek to'qib boramiz. Qatorimiz oxirida yana 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar. Endi faqat mana bu o'rtada bitta naqshimizni to'qib boramiz. Mana bu o'rtadagi naqshimizdan keyin 6 ta 1 nakilli ustunchalarni to'qidim. Qator oxirida yana 2 ta ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu 2 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqariladi. Mana bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, birinchi nakitsiz ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Har doimgidek nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Birinchi nakilli ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Yana qator oxirida 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar o'rtadagi hamma ustunchalarimizni har doimgidek to'qib chiqamiz.
Endi bu qatorda mana bu naqshimizdan keyin 5 ta birnakili ustunchalarni to'qib chiqdim. Qator oxirida yana 2 ta ustunchalar qoldi. 2 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, yana bitta ustuncha qisqartirib olinadi. Mana qisqartirib oldim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, mana shu zanjirimiz tagidan birinchi nakitsiz ustunchamiz to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, birinchi nakili ustunchamiz har doimgidek mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Bu qatorda ham qatorimiz oxirida ikkita ustunchalarimiz qolguniga qadar o'rtadagi ustunchalarimizni har doimgidek to'qib chiqamiz. Mana endi bu qatorimizda mana bu naqshimizdan keyin 4 ta birnakili ustunchalarni to'qidim. Qator oxirida ikkita ustunchalar qoldi. Endi mana shu ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Yana bitta ustuncha qisqartirib olindi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, birinchi ustunchamiz, nakitsiz ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, mana shu zanjirimiz tagidan birinchi nakili ustunchamizni to'qiymiz. Yana qatorimiz oxirida ikkita ustunchalarimiz qolguniga qadar o'rtadagi hamma ustunchalarimizni har doimgidek to'qib chiqamiz. Endi mana bu naqshimizdan keyin 3 ta birnakili ustunchalarni to'qidim. Qator oxirida ikkita ustunchalar qoldi. Mana shu ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana. Endi mana shu qatordan boshlab biz endi ustunchalarni qisqartirmaymiz. Hozir qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, mana shu zanjirimiz tagidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana endi ustunchalar qisqartirilmaydi. Hozir sanab ko'ramiz ustunchalarimizning soni nechta qoldi ekan. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta ustunchalarimiz qoldi. Endi ustunchalarni qisqartirmasdan to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Qator oxirigacha har doimgidek to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha to'qib chiqdim. Mana bu naqshimizdan oldin 5 ta ustuncha, naqshimizdan keyin esa 4 ta birnakili ustunchalar. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, birinchi nakitsiz ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi. Mana qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Endi hozir mana bu joyini o'lchab ko'ramiz. Mana 15 sm bo'ldi. Mana bu yeng qismi, yengi tomoni. Mana bu belgimizni olib qo'yamiz. Endi mana shu joydan krючокni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bitta zanjir to'qiladi. Endi hozir biz mana shu qatorimiz boshida bitta ustunchani qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Demak, bitta nakit ilib olamiz. Mana shu zanjirimiz tagidan ipimizni tortib chiqarganimizdan so'ng krючокda 3 ta petla hosil bo'ladi. Endi ipimizni boshidagi 2 ta petladan chiqaramiz. Mana shu holda qoldiriladi. Bu ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Yana bitta nakit, keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ladi. Ipimizni boshidagi 2 ta petladan, keyin esa 3 ta petladan tortib chiqaramiz. Mana demak, qatorimiz boshida bitta ustuncha qisqartirib olindi. Mana bu tomonini to'qish jarayonida qatorimiz oxirida bittadan ustunchalarni qisqartirib borgan bo'lsak, bu ikkinchi tomonni to'qishda qatorimiz boshida bittadan ustunchalarni qisqartirib boramiz. Demak, mana bu birinchi ustuncha hisoblanadi endi. Bitta ustuncha hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. To'rtinchi, beshinchi ustunchamizni to'qiymiz. Demak, hozir mana 1, 2, 3, 4, 5 ta ustunchalar to'qib olindi. Qator boshida mana
ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Demak, 5 ta ustunchamizni to'qiganimizdan keyin ikki nakidli naqshimizni biz har doimgidek X shaklida to'qib boramiz. Mana qator oxirigacha har doimgidek to'qib chiqamiz. Mana bu naqshimizdan keyin qator oxirida ham 5 ta ustunchalar to'qib olindi. Bir nakidli ustunchalar. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana shu zanjirimiz tagidan birinchi nakidsiz ustunchamizni to'qiymiz. Demak, har doimgidek to'qimamizning orqa tomonidan nakidsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha nakidsiz ustunchalar bilan to'qidim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, keyingi qatorni to'qiymiz. Endi yana bu qatorda biz qatorimiz boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib olinishi kerak. Faqat bu ustunchamizni biz oxirigacha to'qimaymiz. Mana ipni tortib chiqarganimdan so'ng 3 ta petla hosil bo'ldi. Endi boshidagi ikkita petladan ipni tortib chiqaramiz va oxirigacha to'qimaymiz. Mana shu holda bu ustunchamizni qoldiramiz. Yana bitta nakid. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ladi. Endi boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan. Mana yana ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Bitta ustuncha hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustunchamizni, to'rtinchi ustunchamizni to'qiymiz. Mana endi qator boshida 4 ta ustunchalar bo'ldi. Mana bu ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarganimiz uchun bitta ustuncha hisoblanadi. 1, 2, 3, 4 ta. Endi har doimgidek mana bu ikki nakidli ustunchalarimizni, naqshlarimizni to'qiymiz. O'rtada 4 ta bir nakidli ustunchalar to'qiladi. Qator oxirida esa 5 ta bir nakidli ustunchalar bilan qatorni to'qib tugatamiz. Mana qatorimiz oxirida mana bu naqshimizdan keyin 5 ta ustunchalar to'qib olindi. Bir nakidli ustunchalar. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Zanjirimiz tagidan birinchi nakidsiz ustunchamizni biz har doim to'qib boramiz. Demak, to'qimamizning orqa tomonidan nakidsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorimiz oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Oxirgi nakidsiz ustunchamizni biz mana bu ustunchamiz ustidan to'qib boramiz. Mana oldingi qatorda ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqargandik. Demak, mana shu oxirgi nakidsiz ustunchamizni mana shu ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. To'qimamizni, qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi yana old bo'yin o'yindisi tomondan biz qatorimiz boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Mana shu holda qoldiriladi. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ladi. Ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan. Demak, yana ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamzni to'qiymiz. Uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. Mana endi qator boshida 3 ta ustunchalar to'qib olindi. Qolgan joyini har doimgidek to'qiymiz. Mana bu naqshimizni to'qiganimizdan so'ng o'rtada 4 ta bir nakidli ustunchalar, keyin esa yana mana bu naqshimizni to'qiymiz. Qator oxirida esa har doim 5 ta bir nakidli ustunchalar bilan qatorni tugatamiz. To'qimamizning orqa tomonining ham to'qilishini ko'rsatmayman. Biz har doim nakidsiz ustunchalari bilan to'qib boramiz. Birinchi nakidsiz ustunchamiz har doimgidek, hozir ko'rsatib o'tganimdek, qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizning tagidan to'qib chiqariladi. Demak, faqat mana shu old bo'yin o'yindisi tomonidan mana bu ustunchalarni qay tarzda qisqartirishni sizlarga ko'rsatib boraman. Qolgan joyini esa o'zlaring to'qib borasizlar. Demak, qator oxirigacha to'qiymiz har doimgidek, orqa tomondan esa nakidsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana nakidsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi yana bu qatorda qatorimiz boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qiymiz, faqat bu ustuncha oxirigacha to'qilmaydi. Mana shu holda qoldiriladi. Keyin esa ikkinchi ustunchamiz ustidan
ipni tortib chiqarganimizdan so'ng ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petlada. Mana yana bitta ustuncha qisqartirib olindi. Bu bitta ustuncha hisobiga kiradi. Keyin yana bitta bir nakilli ustunchamizni to'qiymiz. Endi qator boshida ikkita ustunchalar to'qib olindi mana. 1 2. Keyin esa mana bu ikki nakilli ustunchalarimizning naqshini to'qiymiz. O'rtada 4 ta bir nakilli ustuncha, keyin esa yana naqshimizni to'qiymiz. Qator oxirida 5 ta bir nakilli ustunchalar to'qiladi. Bu to'qimamizning orqa tomonidan nakilsiz ustunchalar bilan to'qib chiqqanimizdan so'ng keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantirib, qatorimiz boshida yana bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Demak, qator boshida mana ikkita ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Birinchi ustunchamiz har doimgidek mana shu zanjirimiz tagidan to'qiladi, faqat oxirigacha to'qimaymiz. Mana shu holda qoldiramiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ladi. Endi ipimizni boshidagi ikkitadan, keyin esa 3 ta petla ichidan. Faqat demak bitta ustuncha to'qib olindi. Mana bitta ustuncha hisobga kiradi. Ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib olganimiz uchun. Endi mana bu naqshimizni to'qiymiz. Qator boshida faqat bitta bir nakilli ustunchalar qoldi. Naqshimizni to'qiganimizdan so'ng yana o'rtada 4 ta nakilli ustuncha, keyin esa yana naqshimizni to'qiymiz va oxirida 5 ta nakilli ustunchalar. Orqa tomondan esa nakilsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, endi yana qator boshida ikkita ustunchadan bitta ustuncha to'qib chiqariladi. Endi mana bu naqshimizning ichidan bitta ustunchamizni qisqartiramiz. Shuning uchun endi mana bu ikki nakilli ustunchalar bilan to'qimaymiz, oddiy mana bu bir nakilli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Mana demak, mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamiz oxirigacha to'qilmaydi. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng ipimizni boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petladan. Mana ikkita ustunchadan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Demak, bitta ustuncha qisqartirib olindi. Bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Endi mana bu ikki nakilli ustunchalarimiz ustidan bir nakilli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Ikkinchi ustunchamizni to'qidim. Uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi va 8-chi ustunchamizni mana to'qidim. Endi qator boshida 8 ta bir nakilli ustunchalar to'qib olindi. Mana bu ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib olganimiz, bu bitta ustuncha hisobga kiradi. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Keyin esa ikki nakilli ustunchamizning naqshini to'qiymiz va qator oxirida 5 ta bir nakilli ustunchalar to'qiladi. Orqa tomondan esa nakilsiz ustunchalar bilan to'qib chiqqanimizdan so'ng keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, yana qator boshida bitta ustunchamizni qisqartiramiz. Birinchi ustunchamiz zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi, faqat oxirigacha to'qimaymiz. Demak, mana ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Bu birinchi ustunchamiz hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustuncha, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi va yettinchi ustunchamizni to'qib oldik. Mana endi qator boshida 7 ta bir nakilli ustunchalar to'qib olindi. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Keyin esa yana naqshimizni to'qiymiz va qator oxirida 5 ta bir nakilli ustunchalar. Orqa tomondan nakilsiz ustunchalar bilan to'qib olganimizdan so'ng keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, yana bitta ustunchamizni hozir biz qisqartirib olamiz. Mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 4 ta petla hosil bo'ladi. Boshidagi ikkita petladan, keyin esa 3 ta petla ichidan ipni tortib chiqaramiz. Mana birinchi ustunchamiz to'qib olindi. Bitta ustuncha qisqartirib olindi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. To'rtinchi, beshinchi va 6-chi ustunchamizni to'qiymiz. Endi qator boshida 6 ta bir nakilli ustunchalar to'qib olindi. Keyin esa naqshimizni to'qiymiz. Qator oxirida 5 ta ustunchalar. Orqa tomoni esa har doimgidek nakilsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, yana qatorimiz boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Oxirigacha to'qimadim.
Mana, demak, ikkita ustunchadan bitta ustuncha to'qib oldim. Endi bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi, to'rtinchi va beshinchi. Mana endi qator boshida 5 ta ustunchalar to'qib olindi. 1, 2, 3, 4, 5. Yana naqshimizni to'qiymiz, keyin esa 5 ta nakitli ustunchalar. Orqa tomoni esa nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Mana endi bu qatorda oxirgi marta biz qator boshida bitta ustunchamizni qisqartirib olamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni oxirigacha to'qimaymiz. Mana bitta ustunchani qisqartirib oldim. Bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustunchamizni va to'rtinchi ustunchamizni to'qib olamiz. Keyin esa naqshimizni to'qiymiz. Qator oxirida 5 ta bir nakitli ustunchalar, orqa tomonda esa har doimgidek nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Mana endi ikkinchi tomonda ham ustunchalarimizning soni 13 ta qoldi. Endi keyingi ikki qatorini ustunchalarni qisqartirmasdan to'qib chiqamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Ustunchamizni qisqartirmaymiz endi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qator boshida 4 ta ustuncha, keyin esa mana bu naqshimizni to'qiymiz. Qator oxirida esa 5 ta ustunchalar. Orqa tomonni esa nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana ikki qator ustunchani qisqartirmasdan to'qib chiqdim. Keyin esa ipni ham qirqib oldim. Mana bu tomonimiz ham 15 sm bo'ldi. Albatta, sizlar o'zlaringning o'lchamlaringga qarab to'qishlaring kerak bo'ladi. Mana nimchamizning old qismi tayyor bo'ldi. Endi orqa qismini to'qiymiz. Orqa qismi uchun ham 56 ta zanjir to'qib olinadi. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, 1, 2, 3. Bitta nakit ilib olamiz. Endi mana shu o'rtadagi 3 ta zanjirimizni tashlab, 4-zanjirimiz ichidan biz bitta bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Demak, hozir ustunchalarimizning soni 1, 2, 2 ta bo'ldi. Endi keyingi zanjirimiz ichidan biz 3-chi bir nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi zanjirimiz ichidan 4-chi nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Demak, biz hozir bu birinchi qatorda har bitta zanjirimiz ichidan bittadan bir nakitli ustunchalarimizni to'qib olamiz. Mana birinchi qatorni bir nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Demak, nimchamizning orqa tomonida ham ustunchalarimizning soni 56 ta bo'lishi kerak. Mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan 3 ta zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Mana birinchi qatorni bir nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, bu to'qimamizning orqa tomoni har doim nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boriladi. Demak, birinchi ustunchamizni mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqaramiz. Mana nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Mana bu tarzda nakit ilib olmaymiz. Mana oddiy nakitsiz ustunchalar bilan biz har doim to'qib boramiz nimchamizning orqa tomonini. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Oxirgi nakitsiz ustunchamizni mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan 3 ta zanjirimiz bor. Mana shu 3-zanjirimiz ichidan to'qib chiqaramiz. Mana qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi bu to'qimamizning old tomonidan faqat bir nakitli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Bu to'qimamizning bu orqa tomonidan esa nakitsiz ustunchalar bilan biz nimchamizning orqa tomonini to'qib chiqamiz. Demak, mana bu qatorimizda endi bir nakitli ustunchalar bilan to'qiymiz. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Ikkinchi ustunchamizni keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz.
Mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek nimchamizning orqa tomonini oddiy bir nakilli ustunchalar va nakilsiz ustunchalar bilan to'qib olinadi. Yana bir bor tushuntirib o'taman. Demak, bu nimchamizning old tomonidan hamma ustunchamizni mana shu tarzda bir nakilli ustunchalar bilan to'qiymiz. Bu to'qimamizning orqa tomonidan esa nakilsiz ustunchalar bilan to'qib boriladi. Bo'yiga 19 sm to'qib chiqamiz qo'ltiq o'yindisigacha. Mana nimchamizning orqa qismini qo'ltiq o'yindisigacha bo'yiga 19 sm to'qib chiqdim. Demak, to'qimamizning bu old tomonidan bir qator bir nakilli ustunchalar bilan to'qidim. Bu to'qimamizning orqa tomonidan esa nakilsiz ustunchalar bilan galma-gal to'qib olindi. Endi qo'ltiq o'yindisini chiqaramiz. Bu tomondan 4 ta ustunchalar qisqaradi, bu tomondan ham 4 ta ustunchalarni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Demak, 4 ta ustunchalarimiz ustidan biz birlashtiruvchi petlalar bilan to'qib boramiz. Mana bu zanjirimiz birinchi ustuncha hisoblanadi. Endi ikkinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Mana ikkita petla hosil bo'ldi. Endi mana shu ikkinchi petlamizni birinchi petla ichidan chiqarib olamiz. Mana shu birlashtiruvchi petla deyiladi. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham bitta petla to'qib chiqaramiz. Endi esa mana shu ikkinchi petlamizni birinchi petlamiz ichidan chiqarib olamiz. Va oxirgi 4-chi ustunchamiz ustidan ham bitta petla to'qib chiqaramiz. Keyin esa mana shu ikkinchi petlamizni birinchi petlamiz ichidan chiqarib olamiz. Mana 4 ta ustunchalarimizning ustidan birlashtiruvchi petlalar bilan to'qib chiqdik. Endi keyingi ustunchamiz ustidan biz birinchi bir nakilli ustunchamizni to'qib chiqamiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi bir nakilli ustuncha to'qiladi. Demak, qatorimiz boshidagi 4 ta ustunchalarimizni endi to'qimaymiz. Qatorimiz oxirida 4 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar o'rtada hammasini har bir ustunchalarimiz ustidan bittadan bir nakilli ustunchalar bilan to'qiymiz. Qator oxirida 4 ta ustunchalarimiz qolishi kerak. Mana qator oxirida 1, 2, 3, 4 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar bir nakilli ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Boshida ustunchalarimizning soni 56 ta bo'lgandi. Endi esa bu tomondan ham 4 ta ustunchalarimizni to'qimaymiz, bu tomondan ham 4 ta ustunchalarimizni endi to'qimaymiz. Mana shu 4 tadan ustunchalarimizni qisqartirib olganimiz hisobiga ustunchalarimizning soni 48 ta qoldi. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, har doimgidek bu to'qimamizning orqa tomonidan nakilsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Endi hozir biz bu qatorda ham qatorimiz boshida va qator oxirida bittadan ustunchalarni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qimaymiz, keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan biz birinchi nakilsiz ustunchamizni to'qib olamiz. Demak, mana shu joyda bitta ustuncha qisqartirib olingan hisoblanadi. Mana har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakilsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Qatorimiz oxirida ikkita ustunchalarimiz qolguniga qadar. Mana shu joyda ikkita ustunchalarimiz qolishi kerak. Mana bu joyda qatorimiz oxirida ikkita ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, birinchi ustunchamiz ustidan bitta petla to'qiymiz va oxirgi ustunchamiz ustidan ham bitta petla to'qib chiqaramiz. Endi mana shu 3 ta petlamiz ichidan ipni tortib chiqarib olamiz. Demak, mana shu joyda ham bitta ustunchamiz qisqartirib olindi. Endi bu qatorda ham bu tomondan ham bittadan ustunchalarni qisqartirib olganimiz hisobiga endi ustunchalarimizning soni 46 ta qoldi. Mana endi bu qatordan boshlab biz ustunchalarni qisqartirmasdan to'g'ri to'qishni davom ettiramiz. Mana shu 46 ta ustunchalarimizni to'qib boramiz. Mana qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qidim. Demak, bu to'qimamizning old tomonidan bir nakilli ustunchalar bilan to'qigandik. Demak, mana shu tarzda biz yana to'qishni davom ettiramiz. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Mana endi ustunchalar qisqartirilmasdan to'g'ri to'qib boriladi. Demak, bu qatorni bir nakilli ustunchalar bilan qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha bir nakilli ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib,
Bu to'qimamizning orqa tomonidan biz har doim nakitsiz ustunchalar bilan to'qiyapmiz. Demak, mana shu tarzda yana to'qishni davom ettiramiz. Birinchi ustunchamiz endi mana shu zanjirimiz tagidan har doim to'qib boriladi. Demak, mana shu tarzda to'qimamizning orqa tomonidan bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. To'qimamizning old tomonidan esa bir nakili ustunchalar bilan to'qib boramiz. Bu nimchamizning orqa bo'yin o'yindisigacha biz mana shu tarzda yana to'qishni davom ettiramiz. Mana ikkala tomondan qo'ltiq o'yindisini chiqarib oldik. Endi orqa bo'yin o'yindisigacha to'qishni davom ettiramiz. Mana bu qo'ltiq o'yindisidan boshlab hisoblaganda bo'yiga hozir 14 sm to'qib chiqdim. Endi oxirgi qatorni to'qiymiz. Biz hozir orqa bo'yin o'yindisini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bu tomondan 13 ta ustunchalarni to'qiymiz va qator oxirida ham 13 ta ustunchalarni to'qib qo'yamiz. O'rtada esa ustunchalar to'qilmaydi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana shu zanjirimiz tagidan birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Uchinchi ustuncha, to'rtinchi, 11-chi, 12-chi va oxirgi 13-chi ustunchamizni mana to'qib oldik. Bir nakili ustunchalar bilan. Endi mana shu joyda ipimizni qirqib olamiz. Endi bu tomonda ham 13 ta ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana qator oxirida ham 13 ta ustunchalarni ajratib oldim. Endi bir qator bir nakili ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Birinchi ustunchamiz mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Mana bu ipimizni orqa tomoniga yashirib ketamiz. Ikkinchi ustuncha, uchinchi ustuncha, to'rtinchi, 11-chi, 12-chi va oxirgi 13-chi ustunchamizni mana to'qib oldim. Bu tomonda ham 13 ta ustunchalar, bu tomonda ham 13 ta ustunchalar to'qib olindi. Mana bu joyi orqa bo'yin o'yindisi hisoblanadi. Endi mana shu joyda ipimizni qirqmaymiz. Biz bir yo'la mana shu yelkachoqlarni hozir birlashtirib to'qib qo'yamiz. Mana bu to'qimamizning bu old tomoni, bu esa teskari tomoni. Demak, to'qimamizni teskari tomoniga o'giramiz. Bu old qismini ham mana teskari tomoniga o'girib, mana shu yelkachoqlarni birlashtirib to'qib qo'yamiz. Demak, mana bu tomondagi birinchi petla ichidan ko'chog'imizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz. Mana ikkita petla hosil bo'ldi. Endi mana shu ikkinchi petlamizni birinchi petla ichidan ham chiqarib olamiz. Mana ipimizni hozir biz birlashtirib oldik. Endi xuddi mana shu birinchi petlamiz ichidan yana ko'chog'imizni o'tkazamiz. Mana o'tkazib oldim. Keyin esa bu tomondagi mana petlamizni ichidan ham ko'chog'ini o'tkazib, ipni tortib chiqarib olamiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Endi ikkinchi petla ichidan ko'chog'ini kirgizaman. Bu tomondagi ikkinchi petla ichidan ham ko'chog'ini o'tkazib oldim mana. Ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Endi uchinchi petlalarimiz ustidan mana orasidan ko'chog'imizni o'tkazib oldik. Ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. To'rtinchi petlamiz ustidan orasidan ko'chog'ini o'tkazamiz. Bu tomondagi to'rtinchi petlamiz orasidan ham ko'chog'ini o'tkazib, ipni tortib, nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Demak, har bitta mana shu petlalarimiz orasidan ko'chog'imizni o'tkazib, nakitsiz ustunchalar bilan birlashtirib to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi mana petlalarimiz orasidan ko'chog'ini o'tkazib, ipni tortib chiqarib oldim va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz.
mana oxirgi petlalarimiz orasidan mana krючокni o'tkazib oldim. Bu tomondagi ham oxirgi petla ichidan o'tkazib oldim va nakitsiz ustuncha bilan mana to'qib qo'yamiz. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana bu old ko'rinishi mana. Ikkinchi yelka chokini ham xuddi mana shu tarzda birlashtirib olinadi. Birlashtirib to'qib olamiz. Har bitta bu tomondagi petla bilan bu tomondagi petlalarni birlashtirib, nakitsiz ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Bu joyini o'zlaring mustaqil ravishda to'qib qo'yasizlar. Mana bu yon chokini ham nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana birinchi qatorda biz bir nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqqandik birinchi qatorni. Demak, mana shu birinchi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib oldim. Bu tomondagi ham mana birinchi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib oldim. Mana shu joyda ipimizni tortib chiqarib olamiz va bitta zanjir to'qiladi. Endi xuddi mana shu ustunchamiz orasidan biz ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bir nakidli ustunchalarimiz orasidan mana bu tomondagi ham bu tomondagi ham ustunchamiz orasidan mana krючокni o'tkazib oldim. Ipni tortib chiqaramiz. Birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Xuddi mana shu nakidli ustunchalarimiz orasidan mana yana krючокni o'tkazib, xuddi mana shu joydan yana bitta nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi keyingi qatorimiz bu nakitsiz ustunchalar bilan to'qilgandi mana. Demak, bu nakitsiz ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazamiz. Bu tomondagi nakitsiz ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib, ipni tortib, faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi keyingi ustunchamiz bu bir nakidli ustuncha mana. Bu tomonda ham mana bir nakidli ustunchalar. Demak, mana shu bir nakidli ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib oldim. Bu tomondagi bir nakidli ustunchamiz orasidan ham krючокni o'tkazib oldim. Endi ipni tortib chiqarib, bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Endi xuddi mana shu ustunchalarimiz orasidan mana xuddi mana shu joydan yana bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Demak, bir nakidli ustunchalarimiz orasidan ikkita nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Nakitsiz ustunchalarimiz orasidan esa faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi keyingisi mana bu nakitsiz ustuncha mana. Bu tomondagi ham mana bu tomondagi ham mana. Nakitsiz ustunchalarimiz orasidan krючокni o'tkazib, ipni tortib, faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi keyingisi bir nakidli ustuncha mana. Mana shu bir nakidli ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazamiz. Bu tomondagi ham bir nakidli ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib, birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Xuddi mana shu ustunchalarimiz orasidan, mana xuddi mana shu joydan yana bitta nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi keyingisi bu nakitsiz ustuncha mana. Bu tomonda ham mana nakitsiz ustunchalarimiz orasidan krючокni o'tkazib, faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi keyingisi mana bir nakidli ustunchalar bu mana. Bir nakidli ustunchalar orasidan krючокni o'tkazib, ipni tortib, birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Xuddi mana shu ustunchalarimiz orasidan ikkinchi nakitsiz ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Endi keyingisi bu nakitsiz ustunchalar. Mana. Bu nakitsiz ustunchalarimiz orasidan faqat bitta nakitsiz ustuncha. Endi keyingisi yana bir nakidli ustunchalar. Mana. Bir nakidli ustunchalar orasidan krючокni o'tkazib, ipni tortib, birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Xuddi mana shu bir nakidli ustunchalarimiz orasidan yana krючокni o'tkazib, yana bitta nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Azizlar, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, mana bu bir nakidli ustunchalarimiz orasidan, mana bu tomondagi ham mana bir nakidli ustunchalarimiz orasidan ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana bu nakitsiz ustunchalar orasidan esa faqat bitta nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz mana. Mana bu qo'ltiq o'yindisigacha mana shu tarzda birlashtirib nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu ikkinchi yonchoq ham xuddi mana shu tarzda to'qib olinadi. Mana ikkala yonchoqlarini va ikki yelkachoqlar ham birlashtirib to'qib olindi.
Endi o'ngiga o'girib olamiz. Mana choklarining ko'rinishi. Endi hozir biz mana bu bo'yin aylanasidan bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. To'qishni biz mana bu joydan boshlaymiz. Mana krючокni o'tkazib ipimizni tortib chiqarib olamiz va bitta zanjir to'qiladi. Endi bu bo'yin aylanasida ham bir nakitli ustunchalarimiz orasidan ikkita nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Nakitsiz ustunchamiz orasidan esa faqat bitta nakitsiz ustuncha. Hozir mana ko'rsatib o'taman. Mana bu birinchisi, bu bir nakitli ustuncha. Demak, bu nakitli ustunchamiz orasidan bitta, ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qigan bo'lsak, mana bu nakitsiz ustunchamiz orasidan esa faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingisi yana bir nakitli ustuncha. Bir nakitli ustunchamiz orasidan bitta, xuddi mana shu ustunchamiz orasidan ikkinchi ustunchamizni ham to'qiymiz. Keyingisi nakitsiz ustuncha. Nakitsiz ustunchamiz orasidan faqat bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingisi yana mana bir nakitli ustuncha. Demak, bu ustunchamiz orasidan ham ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. Keyingisi esa bu nakitsiz ustuncha. Nakitsiz ustunchamiz orasidan faqat bitta nakitsiz ustuncha. Keyingisi yana bir nakitli ustuncha. Bitta, ikkita ustunchalarni to'qib chiqaramiz bu nakitli ustunchamiz orasidan. Keyingisi nakitsiz ustuncha. Nakitsiz ustunchamiz orasidan faqat bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana. Keyingisi yana bir nakitli ustuncha. Demak, bu ustunchamiz orasidan ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qisak, keyingisi nakitsiz ustuncha. Nakitsiz ustunchamiz orasidan faqat bitta. Bilasizlar, demak, mana shu bo'yin aylanasidan biz aylanasiga bir qator nakitsiz ustunchalar bilan mana bu joygacha to'qib kelamiz. Mana bu orqa tomondan esa har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib olinadi. Mana bu joyda esa mana bir nakitli ustunchalar, demak bu bir nakitli ustunchalarimiz orasidan ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana faqat orqa bo'yin o'yindiz tomonda mana bu joyda har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib kelamiz. Mana aylanasiga to'qib chiqdim. Mana bir qator nakitsiz ustunchalar bilan. Endi keyingi qatorni biz och rangli bilan to'qishni davom ettiramiz. Birlashtiruvchi petlamizni mana shu och rangli bilan to'qib qo'yamiz. Demak, qatorni ko'tarish uchun mana bu joyda bitta zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimiz orasidan krючокni o'tkazib, och rangli ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin esa birinchi petlamiz ichidan ham bu ipimizni tortib olamiz. Endi mana bu ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Endi bu qatorni biz bir nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir, bitta nakit ilib olamiz. Keyingi mana bu ustunchamiz ustidan, ikkinchi ustunchamiz ustidan, ikkinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Mana har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan bir nakitli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu joygacha hozir to'qib kelasizlar. Mana bu uch burchakli joyimizgacha. Mana shu joyning to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan bir nakitli ustunchalar bilan mana bu joygacha to'qib kelasizlar. Mana bu burchak qismigacha bir nakitli ustunchalar bilan to'qib keldim. Endi mana shu burchagida o'rtadagi mana bu 3 ta ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana 1, 2, 3. O'rtadagi mana shu 3 ta ustunchalarimizdan. Mana bu tarzda. Demak, mana bitta nakit ilib olamiz. Birinchi ustunchamiz orasidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng 3 ta petla hosil bo'ladi. Boshidagi 2 ta petladan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana shu holda qoldiramiz. Yana bitta nakit ilib olamiz. Keyingi ikkinchi ustunchamiz orasidan ham bitta petla to'qib chiqaramiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi ipimizni boshidagi 2 ta petladan
chiqarib olganimizdan so'ng mana shu holda qoldiramiz. Yana bitta nakit ilib olamiz. 3-ustunchamiz ustidan ham bitta petla to'qib chiqarganimizdan so'ng mana burchog'imizda 5 ta petla hosil bo'ladi. Endi ipimizni boshidagi ikkita petla ichidan chiqaramiz. Mana endi 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi mana shu 4 ta petlamiz ichidan biz ipni tortib chiqaramiz. Mana 3 ta petladan bitta petla to'qib chiqarib oldik. Mana shu burchak qismini mana shu tarzda biz to'qib boramiz. Endi qolgan har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan bir nakitli ustunchalar bilan qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qigandik. Mana shu ikkinchi zanjirimiz ichidan birlashtiruvchi petla bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Endi keyingi qatorda biz bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Birinchi ustunchamizni qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Qabariq ustunchamiz mana bu tarzda to'qiladi. To'qimamizning old tomonidan mana bu birinchi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Bu qabariq ustuncha bo'ladi. Keyingi ustunchamizni yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Yassi ustuncha to'qimamizning orqa tomonidan mana ikkinchi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib ipimizni tortib chiqaramiz. Hozir boshdan ko'rsataman. Bitta nakit ilib olamiz. Ikkinchi mana bu ustunchamiz orasidan mana to'qimamizning orqa tomonidan krючокimizni o'tkazib ipimizni tortib chiqaramiz va bu ustunchamizni oxirigacha to'qib qo'yamiz. Mana bu yassi ustuncha bo'ladi. Qabariq ustunchalarimiz mana bu to'qimamizning old tomonidan to'qib chiqariladi. Yassi ustunchamiz esa to'qimamizning orqa tomonidan. Yana ko'rsatib o'taman. Bitta nakit ilib olamiz. Demak, keyingisi qabariq ustuncha bilan to'qib olinishi kerak. To'qimamizning old tomonidan yassi mana bu ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib bu qabariq ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Bitta nakit, keyingisi yassi ustuncha bilan to'qiladi. To'qimamizning orqa tomonidan keyingi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib ipimizni tortib chiqarganimizdan so'ng bu ustunchamizni oxirigacha to'qib qo'yamiz. Demak, bu ustunchalarimiz mana bu ustunchalarimiz ustidan emas, ustunchalarimiz orasidan to'qib chiqariladi. Endi keyingisi yana qabariq ustuncha bilan to'qiladi. Mana to'qimamizning old tomonidan ustunchamiz orasidan bu qabariq ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingisi yassi ustuncha. To'qimamizning orqa tomonidan krючокni ustunchamiz orasidan o'tkazib bu yassi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingisi yana qabariq ustuncha. Keyingisi yassi ustuncha. Bitta qabariq ustuncha. Bitta yassi ustunchalar bilan biz to'qib chiqamiz. Demak, yana mana bu burchak qismigacha, mana bu burchagigacha hozir ko'rsatib o'tganimdek bitta qabariq, bitta yassi ustuncha bilan to'qib kelasizlar. Mana shu burchagini yana qay tarzda to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana burchagigacha to'qib keldim. Endi biz yana mana shu o'rtadagi 3 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ustunchamiz ham bitta ustuncha hisobga kiradi. Chunki oldingi qatorda mana shu 3 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarib olgandik. Oxirgi ustunchamiz bu qabariq ustuncha bilan to'qilgan. Endi keyingisini yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Mana bitta nakit ilib oldim. To'qimamizning orqa tomonidan mana shu birinchi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib ipni tortib chiqaramiz. Mana 3 ta petla hosil bo'ldi. Endi boshidagi ikkita petla ichidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana shu holda qoldiramiz. Bitta nakit ilib olamiz. Keyingi mana bu ikkinchi ustunchamiz orasidan mana bu tarzda krючокimizni o'tkazib ipni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi ipimizni boshidagi ikkita petla ichidan chiqarganimizdan so'ng mana shu holda qoldiriladi. Yana bitta nakit ilib olamiz. Endi 3-chi ustunchamiz orasidan biz yassi ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana to'qimamizning orqa tomonidan krючокni o'tkazib 3-chi ustunchamiz orasidan ipni tortib chiqaramiz. Mana 5 ta petla hosil bo'ldi. Endi ipimizni boshidagi ikkita petladan chiqaramiz. Keyin esa mana shu 4 ta petla ichidan chiqarib olamiz. Demak, yana 3 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib oldik.
Mana bu oxirgi ustunchamiz, mana bu yassi ustuncha bilan to'qilgandi. Endi demak, keyingi ustunchamizni biz qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi yana yassi ustuncha bilan to'qiladi. Keyingisi yana qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Qatorimiz oxirigacha yana mana shu tarzda to'qib boramiz. Bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Oxirgi ustunchani qabariq ustuncha bilan to'qidim. Endi mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qilgan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu ikkinchi zanjirimiz ichiga birlashtiruvchi petlar bilan qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Endi oxirgi qatorni to'qiymiz. Oxirgi qatorimiz ham mana shu bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Demak, mana bu birinchi ustunchamiz, bu qabariq ustuncha. Mana shu qabariq ustunchamiz ustidan biz qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Ikkinchi ustunchamiz esa yassi ustuncha. Demak, bu yassi ustunchamiz ustidan yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi qabariq ustuncha bilan to'qiladi. Keyingisi esa yassi ustuncha. Yassi ustunchamiz ustidan yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Mana shu tarzda bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan biz yana mana shu burchagigacha to'qib kelamiz. Mana shu joyning to'qilishini sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Mana burchagigacha to'qib keldim. Endi yana o'rtada mana 3 ta ustunchalarimiz bor. Mana shu 3 ta ustunchamizdan yana bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Demak, mana bu joyda mana birinchi ustunchamiz bu yassi ustuncha. Keyingisi esa mana oldingi qatorda 3 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqargandik. Keyingisi 3-chi ustunchamiz esa bu qabariq ustuncha. Demak, mana bu tarzda biz 3 ta ustunchadan bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana bitta nakit ilib olamiz. Mana bu qabariq, yassi ustunchamizni to'qiymiz. Faqat oxirigacha to'qilmaydi. Mana shu tarzda qoldiriladi. Bitta nakit ilib olamiz. O'rtadagi mana bu ustunchamiz orasidan mana bu tarzda oldingi qatorda mana 3 ta ustunchadan bitta ustuncha to'qib chiqargandik. Mana shu ustunchamiz orasidan mana bu tarzda kurchogimizni o'tkazib ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla hosil bo'ldi. Endi boshidagi 2 ta petladan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana shu holda qoldiriladi. Bitta nakit ilib olamiz. Keyingisi mana qabariq. Demak, bu 3-chi ustunchamizni qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. 5 ta petla hosil bo'ldi. Endi ipimizni boshidagi 2 ta petladan, keyin esa mana shu 4 ta petlamiz ichidan tortib chiqaramiz. Yana 3 ta ustunchadan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Endi qolgan ustunchalarimiz yana har doimgidek to'qiladi. Keyingisi mana yassi ustuncha bilan to'qiladi. Keyingi ustunchamiz esa qabariq ustuncha bilan to'qiladi. Keyingisi yana yassi ustuncha. Bu ustunchamiz ustidan yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi esa qabariq ustuncha. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Mana bu birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi petlar bilan qatorimizni mana birlashtirib olamiz. Ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana bo'yin aylanasini to'qib chiqdik. Endi ikkala mana bu yengimizning manjetini ham xuddi mana shu tarzda to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bir qator biz yana mana bu jigarrangli ip bilan nakitsiz ustunchalar bilan aylanasiga to'qib chiqamiz. Demak, mana kurchogini o'tkazib ipimizni tortib chiqaramiz. Va bitta zanjir to'qiladi. Bo'yin aylanasini qay tarzda to'qigan bo'lsak, xuddi mana shu tarzda to'qiymiz. Demak, mana bu bir nakitli ustunchalarimiz orasidan 2 ta nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Nakitsiz ustunchalarimiz orasidan esa faqat bitta nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Mana bu joyda bir nakitli ustunchamiz keldi. Demak, bu ustunchamiz orasidan 2 ta ustunchalarni to'qiymiz. Keyingisi esa nakitsiz ustuncha. Bu nakitsiz ustunchamiz orasidan faqat bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingisi yana bir nakitli ustuncha. Demak, bu
ustunchamiz orasidan ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Keyingisi nakitsiz ustuncha, faqat bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingisi yana bir nakitli ustuncha. Bu ustunchamiz orasidan ikkita ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Keyingisi esa nakitsiz ustuncha. Bu ustunchamiz orasidan faqat bitta ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Demak, aylanasiga mana shu tarzda nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi keyingi qatorni och rangli ip bilan to'qiymiz. Mana shu birlashtiruvchi petlamizni ham mana shu rangdagi ip bilan to'qiymiz. Mana birinchi petlamiz, birinchi ustunchamiz ustidan kurchog'ini o'tkazib, ipni tortib birlashtirib qo'yamiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Mana bu ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Endi bir qator aylanasiga bir nakitli ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana shu to'qigan zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Demak, har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan bir nakitli ustunchalar bilan aylanasiga to'qib olinadi. Buni qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi birinchi ustunchamiz ustidan birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu to'qigan manjetlaring kengayib ketgan bo'lsa, unda ora-sirada ustunchalarni kamaytirib olsalaring ham bo'ladi. Ikkinchi qatorni to'qiymiz. Ikkinchi qator bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Mana bu birinchi ustunchamiz orasidan qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Ikkinchi ustunchamiz orasidan esa yassi ustuncha bilan to'qiladi. Keyingisi yana qabariq ustuncha. Keyingi ustunchamiz bu yassi ustuncha bo'ladi. Mana demak, bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan aylanasiga to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Endi mana bu birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi petlar bilan qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Bu oxirgi qatorimiz ham xuddi mana shu tarzda to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Qabariq ustunchamiz ustidan qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Yassi ustunchamiz ustidan esa yassi ustuncha bilan to'qib chiqamiz. Bu oxirgi qatorimiz. Bitta qabariq ustuncha, bitta yassi ustunchalar bilan qator oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi petlar bilan bu oxirgi qatorimizni ham birlashtirib ipimizni qirqib olamiz. Mana yengimizning manjetini to'qib oldik. Ikkinchi yengimizning manjeti ham xuddi mana shu tarzda to'qib olinadi. Bu yengimizning manjetini to'qib olganlaringdan so'ng etak qismining manjetini ham to'qib olishimiz kerak. Hozir mana shu etak qismining manjeti qay tarzda to'qilishini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, mana shu joydan ipimizni o'tkazib olamiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Biz bir yo'la bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qib ketamiz. Mana bu birinchi ustunchamizni biz qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Endi keyingi ikkinchi ustunchamiz orasidan yassi ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchamiz orasidan bitta qabariq ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchamiz orasidan esa yassi ustuncha to'qiladi. Bitta qabariq ustuncha, bitta yassi ustuncha. Mana shu tarzda aylanasiga to'qib chiqamiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz.
Mana aylanasiga bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Oxirgi ustunchamiz bu qabariq ustuncha. Endi birinchi ustunchamiz ustiga birlashtiruvchi petля bilan qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Keyingi qatorimiz ham xuddi mana shu tarzda to'qiladi. Qabariq ustunchamizni qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Yassi ustunchamizni yassi ustuncha bilan yana aylanasiga to'qib chiqamiz. Bitta qabariq ustuncha, bitta yassi ustuncha. Etak qismining manjetini o'zimiz uchun kerakli uzunlikda bir necha qator to'qib chiqamiz. Mana etak qismining rezinkasini ham to'qib chiqdim. Bo'yiga 2 sm to'qidim. Men uchun bu yetarli. Agar sizlar uzunroq bo'lishini xohlasalaring, yana bir necha qator to'qishlaring mumkin bo'ladi. Mana shu rezinkasini to'qib bo'lganimdan so'ng dazmolni mana bu to'qimamizga tekistirmasdan dazmolning bug'i bilan biroz ustidan yurgiztirib olamiz, tekislab olamiz. Mana shunda to'qimamiz tekis bo'lib, chiroyli bo'lib qoladi. Bu orqa ko'rinishi, bu esa old ko'rinishi. Hozir teparoqdan ko'rsataman. Bu nimchamizga ikkita mana shu ikki xil rangli ip ketdi. Boshda aytib o'tganimdek, 100 grammlik iplarimiz 300 metr. Keyin esa bu nimchamiz 5-6 yoshli bolajonlarimizga to'g'ri keladi. Mana kattagina chiqdi. Mana qadrli to'quvchilar, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.